Mana navbatdagi darvozamiz Tojikiston Koni-Bodomga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Xudo xolasa ma'lumotini berib o'tamiz. Eniga 390, balandligi 380 bo'lgan, 120 ga 380 bo'lgan. Havo aylanishga lazer bo'lgan tevasi, listlar ponni 2 listda 2 qavat. Kraskalar avtomobilni. İşimiz sifatida xolasa a'lo darajada. Kimga mana shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dostavka, stanovka, Xudo xolasa kelishilgan holatda chiroyli qilib, sifatli darajada qilib beramiz. Bu 2025 trenddagi o'zaro yaxshi bo'lgan modaga high-tech darvozamiz. İşte Xudo xolasa sifatli.